Hali Alisher aytganlaridek to'ylarimiz juda ko'p. Chunki shogirdlaringiz endi to'ylarga kirib boryapti, hammasi. Bu yerdagi san'atkorlarni sanab adog'iga yetkazib bo'lmaydi. Oltarig'imizdan fayz baraka armasin. Alisher, rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat Rahmon Ali. İlk borç sho'rva beradi. Ajoyib san'atkor do'stimiz, birodarimiz, birga katta o'gamiz Rahmon Ali bilan gapimizga to'g'ri keladi. Gapimizni ko'taramiz bir-birimizni. Doimo xonadondan fayz baraka, yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar arimasin. Kelinki ular baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, vali bo'lsin. Mana ustozimiz Lutf san'at haqida gapirib ketishdi. Respublikadagi dutorchi qizlar ansamblini G'anijon Toshmatov tashkil qilgan, adashmasam. G'anijon aka ham juda yaxshi sozanda, juda yaxshi bastakor, juda yaxshi askiyachi bo'lganda. G'anijon aka ertalab ishga kelib tursalar, dutorchi qizlardan bittasi kelibdi-da. Keyin G'anijon akaga qarab, qolganlar kelishmadimi debdi. G'anijon aka hali qizga qarab turib, kelishgani keldi degan ekan. Lutf san'atini zo'rligida, bu askiyani zo'rligi. Mana bolalar ham oldingi mehnatlarimizni hisobga olib qistirishyapti. Mahmud Garmon, ya shu oldingi sho'rvalarni kartoshkasi bordi. Ma'murjon yuribdimi, to'xtasin. Oyirmay qo'ydingizmi? Yaxshi. Qaysi muzikant ko'ribdi Ma'murjondan yaxshilik deb. Haligi aytib bering. Ma'murjon aka zo'rda baribir. Ali dutorchi to'g'risi aski ketdimi, keyin Namanganda O'rinboy Nuraliyev Ma'murjon To'xtasini bizni aytishimiz bo'ladigan bo'ldi. Ma'murjon akamdan birga ketyapmiz. Ma'murjon akam aytadiki, "Ablajon Ali askani aytib bering." Qaysini desam, dutorchi to'g'risi deyman. Do'di boshladim. Bir dutorchi yigit uylanib, oradan chillasi chiqqandan keyin to'yga borib, yangi kelinchakka 20 ming so'm pul olib kelibdi-da. Yangi kelinchak hayron bo'lib, "Dadasi pulni qayerdan oldingiz?" desa, "Biz dutorchimiz, to'ylarga boramiz. To'yda xalqimiz san'atimizni hurmat qilib pul qistiradi. Keyin hofiz qistirilgan pullarni hammamizga bo'lib beradi. Men to'yda dutor cholaman. Dutorda 2 dona simi bor. Hofiz har bitta simni hurmatidan 10 ming so'mdan 20 ming so'm pul beradi." degan joyga kelganda Ma'murjon akam mana shu yerda o'zgartiraylik dedi. Nima qilish kerak desam, har bitta simiga 5 mingdan 10 ming qilaylik. 10 ming ham normalni, yo'q deydi. Men aytdim, Ma'mur aka dedim, askiyadagi puldan ham qizg'anmang dedim. O'zi askiya bo'lsa. Endi ustoz san'at to'g'risida gapirganligi uchun Rahmonni laqabini bilasizlar endi, Rahmon Alini. Taxallus. Ota bola o'zgardimi? O'zgardimi? Sho'rvani olib tashlabdi, yo'q qo'ydi. Qaymoq sho'rva endi. O'zi ichib o'tirsa, ota bola sho'rva ichib o'tirgan ekan, o'g'li sho'rvani ichib dadasiga termilib o'tirganmish-da. Dadasi ham sho'rvani ichib bo'lib, endi go'shtni yeyman desa, o'g'li dadasiga qarab, "Dada, sho'rvangiz go'shtni menga bering" debdi. Sa padaringga la'nat, mana shu go'shtni yeyman deb bir kasa suv ichdim degan ekan. O'g'illarni uylagandan keyin qaynasi kelinga qarab, "Qizim" debdi, "Qaynatangizni oshqozonning mazasi yo'qroq. Shuning uchun yumshoqqina shovla qiling, maza qilib shovlaylik" degan ekan. Kelin ovqat qilgan ekan, suvni ozroq quygan ekan, shovla oshib qopti-da. Qaynataning oshqozoni og'rib qopti. Ertasiga qaynasi keliniga qarab, "Bugun bir maslava qiling" debdi. "Dadangiz ham tuzalib qolsa ajoyib emas" degan ekan. Kelin maslava qilaman deb shovla qilib qo'yibdi. 3-chi kuni kelini qaynasiga qarab, "Qayna, oyijon bugun qana ovqat qilay" desa, qaynasi ham keliniga qarab, "Siz ovqatni qilavering, nomini pishgandan keyin qo'yamiz" dedi. Eshitdingiz, men sizni yo'qdim, har xil gaplar
Uzr endi. Men gapiradigan kuningiz. Ammo barmoqni burunga tiqmang. Odamni qo'rqitadi shunaqami? Yaqinda bekor o'tirmasdan mana shu birinchi muhabbatim qo'shig'iga 36 yildan keyin qanday fikrlar bo'lishi mumkin degan ma'noda birinchi muhabbatimga parodiya yozib qo'ydingda. Alisher, siz ham she'r yozasiz? Men osonroq yo'lidan yuraman-da, she'riyatda. Birinchi muhabbatimga parodiya shunday boshlanadiki, kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda, xotin yana arazlab, bollari bilan yotganda, kechalari uyqu kelmay, qaysar tomir tortganda, men seni esga oldim, birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim, birinchi muhabbatim. Dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sir ekan, seni menga bermagan enangni bag'ri kir ekan. Boshqasiga uylandim, ne qilay taqdir ekan, sen boshqacha bo'larmiding, birinchi muhabbatim, o'zing teksang o'larmiding, birinchi muhabbatim. Holbuki ro'zg'orim bor, xotinsiz qolganim yo'q, arazlab ketganida boshqasini olganim yo'q, yana uylansam bo'lardi, quvvatdan qolganim yo'q. Xotin buni bilmaydi, birinchi muhabbatim, bilib parvo qilmaydi, birinchi muhabbatim. Yo'lin yo'qotsa odam, xotinni ikkita qilg'ay. Ikki xotin qahrini, ikki xotinlik bilg'ay. Qariganda bechora, o'rtada sarson bo'lg'ay. Yoshlik bizni tark etmasin, birinchi muhabbatim. Beldan sira quvvat ketmasin, birinchi muhabbatim. O'zi keldim. Nido bergin qaydasan, sharpanga quloq tutdim. Yarim kechagacha uxlamay, seni qo'ng'irog'ing kutdim. Uxlab qolib seni ham, xotinni ham unutdim. Biringdan zo'rsan, birinchi muhabbatim. Ekalang ham bir ko'rsan, birinchi muhabbatim. Rahmat, rahmat. Shu taqstirib turavering. Shuni o'rniga bitta dutar qistirib qo'ymadingizlar. Pardaga tushmasa ham. Ya pardaga tushadi bu bolaning sozlari, asboblari. Kim aytdi hali pardaga tushmaydi deb shuriga aytdimi? Eshagini joyiga qo'yish kerak. Eshagi baland. Taydan olish kerak. Eshak taydan olish kerak. Bo'ldi, 5-oyog'ini olib qo'ysiz o'zi pasa. Endi hapolmaysan men chiqaman. Bo'ldimi? Ke. Misha. Ko'rishgan kun. Tashqarida sho'rva yo'q, ichkarida nima qiladi? Abdullaga Sariyada sho'rva qilib degan ekan, oxiri do'ltada qilib qo'yib. Hozir kel. Sağ ol. Sen de yaktırıyor böyle. Rahmat ustoz.